350 ming slishkam katta narxda. Bu kurtkaga tushunyapsizmi? Bu hozir xalqbob narx emasda, bu butiklarning narxi. Asli har doim xalq o'ylab yurgan odamsizlar. Buni teng yarmidan ham sal kamrog'iga tushirib yuborish kerak, menimcha. To'g'rimi? 149 ming so'mga mana shunaqa kurtkalarni, velikanlarni sizlarga tushirib bersam nima deysizlar? 50 dan 58 razmergacha to'g'ri keladi. Bu yoqda har xil ranglardan bor. И даже mana bunaqa молодежный rangli kurtkalarimiz ham bor. To'xtang, sizniki mana kichkina razmer 46 dan 50 gacha razmer bo'ladi. To'xtang. Agar bu kichkina razmer bo'lsa, uni yana ham arzonga tushirish kerak. To'g'ri. Qancha qilamiz? Nima endi 149 soatlik katta 350 minglik kurtkalarni tushirib yubordingiz. Endi buni ham 149 soat beramiz-a? 149 emas, menga qarang. O'zingizda bo'ring-da. 135 ming so'm qilib bersangiz, rozi bo'lasizlarmi? Qaranglar, qanaqa asal kurtkalar, juda ham kачествоsi zo'r. Cho'nchaklari bor, kapishonlari bor, xullas kalom, issiqqina maza qilib yurasizlar. 135 ming, 149 ming. New Shows Collection'da. Olib ketaverasizlar.